duxovka va pechlasiz, hech qanaqa qoliplasiz chiqadigan shunaqangi baland va yumshoq snikers tortini retseptini qoldiribman. Yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlangiz qolishni unutmang. Birinchi bo'lib idishga 3 tuxum, shakar solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Ketidan sut, o'simlik yog'i, ozgina tuz va un bilan kakaoni elakdan o'tkazib solib aralashtiramiz. Boshqa idishda changi soda bilan uksus so'ldirib, ketidan sovuramiz va bitta aralashtiramiz. 3 bir xil idishlarga sovolamiz. Nomiga yog'langan tovaga solib 10-15 daqiqadan juda ham past olovda pishirib olamiz. Shunaqangi yumshoqqina bo'lib pishib chiqadi. Cho'p yordamida pishgan yoki pishmaganini tekshirib olasizlar. Juda ham yumshoqqina, idealniy ko'rishli tayyor bo'ladi. Endi kremini tayyorlaymiz. Sifatli qaymoq ustidan quyiltirilgan sut mikser qilib olamiz va alohida idishda snikers nachinkasini ham tayyorlab olamiz. Endi tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Korж krem qilib, shu ketma-ketlikda tayyorlab olamiz. Orasiga sniekersli nachinkasidan ham solib, keyingi korjimizni yopamiz va ustidan ko'pgina qaymoq solib 10-20 daqiqaga muzlatgichga birpasga yuboramiz va ustidan ganaj qo'yib dasturxonga tortamiz. Albatta bu retseptni tayyorlab ko'ring, sizga yoqishiga ishonaman.